Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Asilbek PUBG. Sizlar bilan biz PUBG o'ynaymiz. O'ynab o'tirgan vaqtim endi mening akam ham o'ynayapti-da, akamning ham kanali bor. Unga ham obuna bo'ling. Bitta narsa eslaringizdan chiqmasin. Mening kanalimga obuna bo'lish eslaringizdan hech qachon chiqmasin. Chunki mening masalan nima deydilar? Olishim shart narsa. Voy. Neto ketdi desam, neto. Hozir bizlar PUBG o'ynaymiz, PUBG'damizga. Sizlardan o'tkazsizlar hech bo'lmaydi. Akkauntni kuchaytirib sizlarga yangi videolar keladi. Hozir 5 minut kutib turasizlar. Oy! Men qaytib kelim, joyga tushib ketdim. Sizlar bilan yana qaytib kelim obunachilar. Mana bu oyunda ham o'zgartira oldik obunachilar. Qarag'ayga urmang bilan biz YouTube'da oyunda tara oldik. Bu yerda bizni M16, M24, P90 ili Thompson tutib oladi. Biz esa o'ynaymiz. Biz boshladik, o'yinni boshladik. Biz o'yinni boshladik. Obunachilar. Abdullajon, shakar. Oh, Lisa. Oh. Ay. Neto jet obunachilar. Hozir hammasini to'g'rilayman. Buning uchun sizlar like va obuna bosib qo'yinglar. Attack the mark. Oh, bratlar 2 kishi edi-da. Bularni ikkiga bir chiqolmadim. Yonimda sherigim yo'q edi. Yonimda sherigim bo'lsaydi, hammasini mana bunga ushlab cho'chib urardim. Qoch. Jonim. Bunachilar uzr buning. Uzr. Do'stlar, sizlar bilan Rishon DLC'ni o'ynaymiz. Boshladik. Necha bilan o'ynab o'tirgandim sizlar bilan boshladik. Bratlar o'qilib o'tiribsiz. O'zlaringiz ko'rdingizlar. Thompson. Mark the location. Birdaniga bo'lib qo'yiladi. Thompsonda hozir ana chiqmochani yo'q qilish kerak obunachilar. Tamam o'ynab o'tiribdi. Unga ham obuna bo'lasizlar. Aslida tubiga obuna bo'ling. Men yovuzman obunachilar. Ay. Qo'yma. PUBG o'ynaydi. Men esa DLC o'ynayman. Ikkimizni ham obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Nereyapsan? Faqat bizlarda o'tiramiz. Faqat eslarimiz chunki biz shuncha harakat kirisa o'zi obunachilarni bugun ochdim. YouTube bugun ochgan, lekin Mark the location. Sizlar ko'rishlaringiz uchun
Shuncha harakat qilib o'tiribman. Watch out. Bitta tegdi. Ma tayfiqi. Obunachilar, sizlar uchun harakat qildim. Oy. Do'st. The red team's streak has just been terminated. İki minutdan beri var. Nima vaqt olib o'tirman sizlarga. Oy, beriki. Do'stlar, Obunachilar. tasvirani tepamanni kommentariyada yozib qolinglar. Mark the location. Attack the mark. Gol beladim, gol bo'lmaydi. Vazirba gol! Friki! Gol do'stlar! 1-1. 27-metr. Nima bo'ldi? Attack the mark. Frikikdan gol! Reloading. Opa! Obunachilar, qolsam sizlardan uzr so'rayman, qolmasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi obunachilar. Yutsam agar obuna bo'lasizlar, qolsam agar komment yozasizlar. Unstoppable. Chiqardim. Kim derisi Bomba otgan edi obunachilar. Bomba otgan ekan obunachilar. 3 deb yozib qo'yinglar. Nima bo'ladi do'stlar? Kechirasizlar. Brati. Oldimdan qo'chim, bro. Almashtiraman endi seriya. Half of the match is over. And Last the red time team is in the lead. lekin do'stlar, Ana bu yerda ikkita bu. Watch out. ular Ikkita da bitta. Mark the location. Mark the location. faqat biz Is about to Nima? win. nima deydilar? Attack the mark. Nima charchab qoldim deymanda, mening futbolchilar men almashtirmayman-da, kichiklar Obunachilar, sizlardan uzr so'rayman. Qo'llarim uchun sizlardan uzr. Sizlar bilan Asilbek Gamer bo'ldi Attack va the mark. gol do'stlar, 2-1. Mark the location. Gomez Rodriguez 1-0 qilib o'tirgandim do'stlar. 2-1 qilib yubordim. sizlardan uzr obunachilar. 90-minutdan tugadi do'stlar. Sizlar bilan obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Endi ikkinchi o'yinimiz bo'lmish. Telesida o'tamiz. Bizning ikkinchi o'yinimiz bo'lmish. Telesida ham o'tib oldik. Go. And their first shot of the day is off target. Lardiol wins the ball. Hozir hammasini yutamiz obunachilar. Sizlar xavotir olmanglar. Good ball control. Nega kanalimda bo'linglar. Opportunity. A diving save. He reacted so quickly there. No one thought the keeper would make. Sen gapirib yotibsan-a? Whipped in with pace. Gapiraymi? Beltran in possession. He's given the referee a decision to make here. That is a bad foul. He attempts a long pass. Kobe Mainu. That wasn't a very good pass. The defender 70-75 masligi. and now they're going to try and break. Ha, o'z yozdingiz-ku? A lot of missed passes today. They'll have to improve.
Will he go for glory? Well, he's certainly made the goalkeeper work. He's unlucky not to score. Good defending. Guardiola wins the ball. He's played it long. He's been